Puli yengilroq Spark qidirib yurganlar uchun navbatdagi Spark avtomobili 2012-yilda ishlab chiqarilgan 3-paysa mexanika korobkali. Motor hajmi 1.2, bosib o'tgan masofasi probegi 156 ming kilometr. Mashina faqat benzinda yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, texnik holatlariga ham qarab, akkuratli haydalgan, qilinadigan ishlar umuman yo'q. R14 diametrli yaxshi diska balonlar taqib qo'yilgan, balonlar holati hali yangi holatda turibdi, bemalol ancha yursanglar bo'ladi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, akkuratli salon, qirilib ketmagan, matviy holatda, chexol poligi bor, signalizatsiya Magic Car o'rnatilgan, video registrator o'rnatilgan. Ruli ham yaxshi turibdi, urinib qolmagan. Akkuratli, приятный salon. Aybiga keladigan bo'lsak, orqa chap krilosi va orqa chap eshigi yuzaki sepilgan, qolgan joyiga o'tmagan, ichlari but-butun, bemalol xohlagan ustiga tekshirib olishingiz mumkin. Narxi $4600. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Mashina faqat naqd pulga sotiladi, variantga yo'q. Manzil Toshkent shahar.